Hürmetlik vatandaş bugünkü siyeri davamlaştırımız Sislağa Şikemen Şigerin 4. ayının 3. günü. Endiki mavzumunda tahlil. Amerika-Jungo qarşılaşış vaziyeti belgilenip oldu. Wol kuchisining ta'siri chekindi. Mavzuda xabar 3. ayının 31. günü Büyük İrat orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu kechikib qoldi, vaziyat to'g'risi qoldirib xabarlar berish bilan buni nima masala bor desangiz, vatandaş 11. ayının 3. günde o'tgan yil oxirigacha o'sha, ya'ni 1. ayının 20. kunigacha Prezident Bayden Aqsaroyga kirguncha bu saylam jarayonida nurg'un fikrlar o'tirib chiqdi. Uni da sizdan to'liq xabaringiz bor. Mesela bu saylamda wol kuchisi rol o'ynadi, o'qildi degan gaplar. Xuddi shunga javob bergandek Büyük İrat orbiti ham shu maydondagi orbiti. Mana mush mavzu ostida bu xabarni tayyorlabdi. Men sizlarga tayyorlab keldim vatandoshlar. Amerika-Jungo qarshilashishida wol kuchisi va Amerikaning savdo sohasi Amerikaning yumshoq qovurg'isi bo'lib kelgan. Wol kuchisi. Jungo Kompartiyasining Amerika tashviqot karniga aylangan wol kuchisi. Ve wol kuchisi Jungo Kompartiyasining Amerikada pul chiqarish mashinasiga aylangan. Buni Büyük İrat orbit tasvirlayotdi. Hamda Amerika Jungo qarshilashish vaziyati belgilanish bilan hozirgi alomatlar shuni ko'rsatdiki, wol kuchisi va savdo sohasining Amerika hukumatiga ko'rsatadigan ta'siri ojizlashishga boshladi. Chunki ular tanlashga duch keldi. Wol kuchisi burun Washingtonning siyosat belgilashiga ta'sir ko'rsatdi deydi. Bugun endi Jungo bilan Amerika qarshilashadigan ish belgilanib bo'ldi. Shunga endi wol kuchisi buning ta'sir ko'rsatmaydi demoqchi vatandosh. Wol kuchisi Jungo uchun so'zlaydigan, ya'ni Jungoning manfaatiga cho'g'i tortadigan dallalga aylangan edi ayni chog'da. 2. ayının 5'ida Jungo siyosiy byuroning a'zosi Yang Jiechi Amerika savdo sohasi doiralariga va sobiq hukumat amaldorlariga mundaq dedi. Yang Jiechi bu dallallarning prezident Joe Biden hukumati xizmat ishlab, sobiq prezident Trumpning Jungo siyosatini o'zgartib, ixtiloflarni qayirib qo'yib, o'rtaq manfaat, ya'ni Jungo bilan Amerikaning o'rtaq manfaatini kengaytirishni talab qildi. Jungo'ning Yang Jiechi bilisizlar, bu hukumat amaldorlariga ham savdo sohasidagi doirlarga shunday so'zlabdi. Masalan, Morgan Stanley'ning tanishtirishiga asoslanganda Morgan Stanley Jungo'ga ichkirilab kirgan 25 yil mobaynida Jungo savdogarlari uchun butun dunyo paychek bozorida to'plab bergan mablag'ning umumiy miqdori 300 milyard 200 milyon dolardan oshdi. Morgan Stanley Jungo'ga kirdi. Jungo savdogarlariga va hukumat aparatlariga boshqalarga dunyoda to'plab bergan paychek bozor to'plab bergan mablag'ning umumiy summasi 300 milyard 200 milyon dolardan oshdi. Demek Jungo mushundaq dollar bilan o'ri turdi. Demek Jungo mushundaq dollar bilan savdo qildi, boy bo'ldi. Demek Jungo mushundaq dollar bilan fan texnikani taraqqiy qildi deb Uyg'uristonda nazorat qilish kameralarini ishlab chiqdi. Mana mushundaq dunyo vatandosh bugun andash wol kuchisi anda mushundaq ta'sir ko'rsatish kuchidan ayrilib qoldi yoki ojizlashdi deyotdi Büyük İrat orbiti. Amerika Jungo savdosi yarshar siyosati Jungoning erkin va demokratik darvozasining bir qanotini ochamiz deb tuzilgan. Amerika Jungo savdosining taraqqiyoti mushning usti qurilgan, ya'ni demokratik darvoza ochamiz Jungo degandek. Bugun bayqab yetdiki Jungo borgan sari kuchayib, dushmanga aylandi. Amerika bilan Jungo qarama-qarshilashish vaziyatining belgilanishiga ergishib, wol kuchisining Amerika hukumati ko'rsatadigan ta'siri ojizlashishga boshladi. Sobiq prezident Trump hukumatining oxirgi mezgilda Amerika Qo'shma Shtatlari Hong Kong demokratik harakatida namoyishchilarni bostirgan.
Cungo əməldarları və Cungo Kompartiyasının Uyğurlarga erek yoxdu siyasi yürgüzgənligini embargo qilish, Uyg'uristondan paxta import qilishni cheklash, Amerikada mablag' salg'uvchilarning Cungo Kompartiyasining harbiy taraf shirkatlariga mablag' selishini cheklash siyosatlarini o'tirib qo'ydi. Bu sobiq prezident Trump hukumatining oxirgi mezgilda mushla siyosatlar o'tirg'i chiqdi. Uyg'uriston, Hong Kong, anda harbiy taraf Xitoyning shirkatlariga mablag' selishini cheklash mushla oxirgi davrda sobiq prezident Trump'ın oxirgi davrda o'tirg'i chiqqan siyosatlar edi. Bugun prezident Joe Biden hukumati Cungo Kompartiyasi bilan bir meyda ideologiyalik urush qilish xohlamasimi? Urush qilishni xohlamasimi? Lekin qimmat qarashlari, fan texnika va savdo masalasida Cungoliklar o'ylagandek undaq yumshab ketgani yo'q. Prezident Biden hukumati bundaq yumshab ketgani yo'q. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken, sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning Cungo Kompartiyasining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizayotganligi to'g'risidagi bayonotini tan oldi, e'tirof qildi va Oqsaroyga kirish bilan yoki davlat mahkamasi kirish bilan davlat ishlar kotibi Antony Blinken bu siyosatni davomlashtirdi. Kompartiya Uyg'uristonda irq yo'qti siyosat qo'llanadi. Bu sobiq prezident Trump'ning oxirgi davrida belgilangan. Endi prezident Joe Biden'ning davlat ishlar kotibi Antony Blinken bu siyosatga varislik qildi va izchillashtirdi.